Pulini nechmi so'rayapsiz? Mashina sizniki-ku. Men qanday bilaman? 50 deyman, men ham so'raveraman. 65 deyapsiz. Ya kelishtirayotgandik. Olmayman narxlar. 22 lamchi bo'lmaydi endi. O'tgan inson normal to'xtatuvdi, bu yil sal uxladi. So'rang qara. Bering qo'lni. Bozorda. 40 million naqd pul beraman. Necha bo'lsa berasiz? Baland. Biz baland 50 mi kammi? Ya, undan ham sal oshadi. Ya 50 dan oshmaydi bular. Eshikka vakum bor ekan. Ko'rdim. Bitta eshikka bor, mana shu eshikka. 50 dan mana olmaydi. O'zimni ko'p olmoqchimiz o'zidan. 25 stayl kerak. 26 bizga ham farqi yo'q. Javob 25. Ya mayli, salon narxiga olavering. Buxgalterlar hisoblab beradi ichkariga. Kobulda umuman farqi yo'q. Bezoshga turib qo'ygan. Rost magazinga. Tara, boshqa narsa yo'q kobulda. Hozir olib kelyapti-ku, magazinga emas, shunga Cobalt olay deb narxlayapmiz. Motorga javob. Qo'lni xarajat. Hech pul oxirini окончательно ayting bir narx aytaman. Qiynayotmayman. окончательно bir narx. Ya 55 olmayman. 55 bo'lsa beraveramiz. O'zim 50 ga sotdim, qiynalibroq sotdim, ikirmani. Kraskasi yo'q, radnoy edi. Bu ham raddan. 50 ga, aka siz baribir savdogar odamkisiz. 20 kunlarga sotdim. Yangi yildan oldin oldim. Oqa. 2020 50 millionga oldim, juda qiynalib sotdim. 50 ga sotdim. Ochiq ko'ring. Mana akam ko'rgan ekanlar ham o'sha namasini. O'sha namas chaqqa Qashda 20 kunda yotdi. 22-dekabrga olgan bo'lsam, kechadan oldingi necha eslar? 12. Aytdim-ku. 20 kun deganga sotdim o'zini puli. Ochiq karta bu. Kichikmaydi keyin Cobalt. Ya qarang, endi sizga to'g'ri kelsa, majburlar olar yo'q-ku berga. Ko'zingiz olyapti. Nagli olib, nagli sotaman aka. Olgan odam ham balon zanglarni sipar, zanglarni chiroyligina qilib minaman. Apshipkani ham boshqatdan qo'yish kerak. Maqtadga bo'lgan ishmoqsizda. Yo'q. Sizni ko'nglingiz kami ham hech bo'lmasa 50 da. 50 olib yana qiynalaman men. Ishoning. Ko'nglingiz 50 oxiri xatya deb kelgansizda. Men o'zim reklama to'g'ri, men ham qiynalib qolaman-da. Men ham sotishim kerak-ku. O'sha ko'p mijozlar olmadi. YouTube'ga qo'ydim o'sha damazni. 3 marta YouTube'ga chiqdi reklamasi. Instagramga chiqdi reklamasi. 20 kun davomida 3 marta YouTube, 1 marta Instagram chiqdi. Olmadi hech kim 50 millionga. Radnoy damazni. Bitta guringdan qo'lni bering. Mayli. Ishingiz bitsin. 49 million naqd beraman, 50 sotaman. Sotishga yana harakat qilib ko'raman. Qani sota olaganman shuni. Prosta bir risk bu ham. Bo'ladigan bo'lsa 49 million yo'q. Bilaman baravar berisizda. Yana non yeyolmayman-da. Yana yotadi-da. 1 million non yeyman ham. Do'stlar, yo bilaman 50 ga berishni bilaman. Aka, 49 millionga bering, 50 ga mayli buni xuddi o'sha sotilmadi deyman-da. Men yana 50 ga yana bitta damaz deb qo'yaman. Ochiq gapda. Mana. Akalar, abzori, qaranglar. Hozir mashinani birinchi shahridagilar aytaman-da. Kimga yoqsa olsin. 2020 damaz. Xo'p, yurgani 124 ming yurgan. Kraskasi yo'q, ko'p chiqdim. Arqa eshikka vakumi bor. Yana nima? O'rta eshikka. Aka necha pulga oldim? 49 millionga oldim savdolashib. 50 million bo'lsa sotiladi mashina. Kimga bo'lsa. Ko'rsin, meni damas. Kimdir olib bo'lgandan keyin men oladim deb kommentga yomon yozmanglar. Meniki 49 millionga olindi, 50 ga qo'yildi. Aka 1 million qo'yib sotaman, siz rozimisiz?